O'zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasining Toshkent viloyat kengashi tomonidan Nurafshon shahridagi yoshlar markazida kasaba uyushmalari harakatining 120 yilligi hamda 28 aprel Butunjahon mehnatni muhofaza qilish kuni munosabati bilan amaliy seminar o'tkazildi. Tafsilotlar Hamkasbimiz lavhasida. Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklarining oldini olish ish beruvchilar tomonidan xodimlarga sog'lom va xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish maqsadida tashkil etilgan mehnat muhofazasining yangi bosqichi ish joyida sun'iy intellekt va raqamlashtirishning roli mavzuidagi amaliy seminarda kasaba uyushma faollari, hamkor tashkilotlar vakillari, viloyatdagi korxona, tashkilot va muassasalar xodimlari ishtirok etdilar. Tadbir avvalida qayd etilganidek, so'nggi yillarda mamlakatimizda prezidentimiz tashabbuslari asosida xodimlarning mehnat muhofazasi va xavfsizligi bo'yicha jamoatchilik nazoratini tashkil etish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Seminarda turli tarmoq korxonalari mutasaddilari innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali mehnatni muhofaza qilish sharoitini yaxshilash, ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarning oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida muhim ma'lumot va tahlillarni taqdim etdilar. Toshkent viloyatida bugungi kunda 3000 dan ortiq boshlang'ich kasaba uyushmalari tashkiloti bo'lsa, bu boshlang'ich kasaba uyushmalari tashkiloti 6000 ga yaqin yuridik shaxslarni o'ziga birlashtirgan. Mehnatkashlarga munosib mehnat sharoitlarini yaratish, ularga o'sha maxsus kiyim boshlari, ularni o'sha himoya vositalari va dastlabki ishga kirishdan oldin texnik qoidalar bilan tushuntirish va tibbiy ko'riklarni ish beruvchilar tomonidan o'tkazilishi va ularga sharoit yaratilishi kasaba uyushmalari tomonidan jamoatchilik nazorati asosida amalga oshirib kelinmoqda. Tadbir doirasida viloyatdagi korxona, tashkilot va muassasalar o'rtasida o'tkazilgan mehnat muhofazasi va xavfsizligi bo'yicha jamoatchilik nazoratini tashkil etish yuzasidan respublika ko'rik tanlovi hamda elektr energiyasi va yoqilg'i energetika resurslarini tejash bo'yicha eng yaxshi boshlang'ich kasaba uyushmasi tashkiloti tarmoq ko'rik tanlovining viloyat bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tdi. Eng yaxshi tashkilot, eng yaxshi kasaba uyushma qo'mitasi, eng yaxshi mehnat muhofazasi bo'yicha vakil, eng yaxshi mehnat muhofazasi bo'yicha yosh mutaxassis kabi qator nominatsiyalar bo'yicha 59 nafar g'olib va sovrindorlar diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Bu tanlovda g'olib bo'lishim keyingi ish jarayonimda o'zimga juda ham katta bir motivatsiya berdi. Ish jarayonida barcha muhandis xodim va ishchilarga xavfsizlik texnikasi, yong'in xavfsizligi, sanoat xavfsizligi, ekologik xavfsizlik bo'yicha ishlashda juda ham katta motivatsiya bo'ldi. Korxonamizda ish beruvchi va kasaba uyushmasi tomonidan barcha muhandis va ishchi xodimlar birinchi navbatda malakali tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi, barcha turdagi xavfsizlik davriy yo'riqnomalardan o'tkaziladi. Mehnat sharoitlari yaratilgan ishxonada barcha xodimlar profilaktik oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlangan. Seminar doirasida tarmoq kasaba uyushmalari bilan birgalikda Toshkent viloyatidagi ishlab chiqaruvchi korxona, tashkilot va muassasalar tomonidan mehnat muhofazasiga doir ko'rgazma ham tashkil etildi. Ushbu taqdimotlarda turli tarmoq korxonalarda mehnat muhofazasini ta'minlash bo'yicha yaratilgan shart-sharoit va imkoniyatlar hamda yangi texnik uskunalar to'la namoyon qilindi.